Barchaga salom. Sizlar bilan men Shoh Gamingman. Afsuski, mani do'stlar uyim yonib ketdi. Tsunami bosib qo'ydi uyimizni do'stlar. Wow, menga ham qishloq topdim. Do'stlar, men qishloqqa kelyapman. Mana o'tgan uyimni poni tsunami bosib pullarim, narsalarim hammasini yo'q ketdi. Hamma qishloqlar, hamma mer o'lib ketdi. Men zo'rg'a tirik qoldim. Do'stlar, lekin men qishloqqa keldim yana. Bu boyvachchalarning qishlog'iga o'xshayapti. Qaranglar, hamma yerda kameralar, mashinalar turib yotibdi. Voy, qatakan bu. Bu yerda kimmi? Uy, mana bitta mer bor menimcha. Men mer uyi bo'lsa kerak. Assalomu alaykum qishloqqa. Va alaykum assalom. Mana mer uyimi? Ha. Ror. Mer. Assalomu alaykum mer. Siz mermisiz? Ha, men merman. Bu qishloqda mer bo'laman. Bunda men boshqaraman. Senga nima kerak? Seni bosh ko'rmagan ekanman. Men yengiman anaqa mer. Yengilligim uchun anchadan beri ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Meni uyimni, qishlog'imni tsunami bosib qo'ydi va men sizlarning qishlog'ingizlarga keldim. Bu qishloq nechinchi qishloq? Bu qishloq 28-qishloq. Boylar qishlog'i. Nega kelding? Boymisan? Aytganman-ku, hamma suv bosib ketdi. Pullarimni ham. Unda senga u kerak, to'g'rimi? Qattan biz? Men fikringni o'qiyman. Ha, bo'pti. Uy bo'lsa uy, temirchini uyi 125 ming bitta. Ikkinchi uy esa 25 ming dollar. U kichkinaligi uchun 40 arzonda u taqsimlashadi. Keyin yana bitta katta uy bor. U 500 ming dollar qimmat. Chunki uning kattaligi uchun temirchini uyi yoqadimi yoki boyga aytgan katta uymi, ya'ni qishloqlar uyimi yoki kichkinagina dommi? Mer, menga temirchini uyi bering. Har doim men temirchini uyida yashaganman-da. Unda demayapman, boring temirchini uyiga, lekin pul bermaychi. Nima uchun bularga mer? Iltimos meni qarzga qo'yinglar. Men qachon pul topish boshlasam o'shanda beraman. Mayli. Bo'pti, o'sha uy senga. Xo'p, rahmat mer. Juda ham umid rahmat so'rayman. Siz yaxshi odam ekansiz. O'zingga emas, jinda. Voy, nimaga? Pulni to'lamasang ko'tingni yoraman, ijaraga olgansan, tushunayapsanmi? Har oylik 25 ming dollardan to'laysan. Ko'tingni yoraman bo'lsa. Xo'p, bo'pti mer. Men ketsam bo'ladimi? Ket. Do'stlar, meni kechirishni iltimos qildim. Endi men shu uyga o'tdim. Yes! Afsus, mana pulim yo'q ekan. Mening pulim yo'q. Men 100 ming pulimni hammasini ishlab qo'ygandim ikkinchi. Voy, bu kodini ichidaganda ham mer. 28. Mana bir pasta ertalab ham bo'pti. Dak. Bir pasta ertalab bo'ldi mana. Men video yoqaman. Barchaga salom. Sizlar bilan men Shoh Gamingman. Do'stlar, esingizda bo'lsa, men merdan uy sotib oldim. Va men anchagina 5 uyning ichida anchagina kuchayib mana uyimni ko'rib turibsizlar. Qichqiriq qo'yganman mana uyim vashchi zo'r turibdi mana. Uyimga necha baho berasizlar do'stlar? Kommentga yozib ketinglar. Aytgancha obuna bo'lishni ham unutmanglar. Ha do'stlar, bu ham oldingi uyimni yiqildim, lekin ko'p narsa qo'ydim. Xo'p, unda do'stlar iltimos olib qo'yinglar. Yaxshi kayfiyat tilab qolaman hammaga. Xo'p, unda bitta cho'milib chiqaylik. Uyimni yuvolik. Endi aslicha anaqa qilishimiz kerak. Mana ko'rib turibsizlar, manda har doim televizor bor. Taniklarni bittasini olib atrof qarayotganda
kattalik qildim. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'linglar. Yaqinda anaqa 40 ta bo'lamiz. Iltimos 40 ta bo'laylik. Xo'p. Yom. Mazza shirin ekan. Xo'p, iltimos 40 ta bo'lsa yaxshi bo'lardi. Anchadan beri video chiqarmadim. 3-4 kun bo'ldi, endi chiqaryapman mana. Xo'p. Do'stlar, har doim ishimizni qilib qo'yishimiz kerak. Menga mer ish berganda, lekin hali o'smagan deb umid qilaman. O'sgan bo'lsa qilishim kerak. Mana endi mana ham yaxshi qishloq bo'lgan. Mana o'smabdi hali. Unchalik hali o'smabdi. O'sgunicha kutamiz. Bu mari mashinam do'stlar, mana yangi mashina bu. Mernikida menga sotdi. Men o'zi yangi mashina oldi. Hozir mer mashinasi qayerda? Mer mashinasini qayerdaligini bilmayman. Mer mashinasi ham bor. Bu mening mashinam do'stlar. Iltimos do'stlar, kanalga obuna va like bosinglar. Mana bularni kimniki desanglar, buniki ham meniki. Mer menga topshirdi, menga ishondi. Mer men bilan anchagina chiqishdi. Mer endi mazza qilib yashayapmiz. Mana qishlog'imiz yaxshi, mana zo'r qishloq. Do'stlar, meni qo'shnim uydamikini? Menimcha uyda yo'q, kiraychi. Ish ochiq lekin. Yaxshim yo'q. Do'stim, qayerda ekan bu do'stim? Do'stimga mazza kompyuteri bor. Menda ham bor, endi baribir do'stim boyday mendan ko'ra. Nomayli. Do'stim qayerdaligini bilmadim, nomayli. Yaxshi. Endi do'stlar ketdik. Security kamerani turishini qaranglar, menga qarab. Xo'p do'stlar, endi esa ketdik, o'tlardan ketaylik. Xo'p. Mana bugun yangi qishloqqa yana ko'chdim. Bu qishloqda tsunami anchagina kelmaydi menimcha deb o'ylayman, yana bilmadim do'stlar. Lekin men do'stim qattaligiga qiziqyapman. Do'stim qatta bo'lishi mumkin do'stlar. Do'stim qattaligini bilmadim. Do'stlar. Do'stim qatta qachon kelar ekan bilmayman. Qishloqni aylanib chiqqan. Yana bir Galim. Jitilga ko'rib beryapsanmi? Ha, shunday bo'lishmi? Prosta endi ketdim men do'stlar. Do'stim qayoqqa ketgan bilmadi bu baylim. Balki uydadir, yana bir chaqirib qo'y. Kim? Voy, do'stim uydamisan? Men Do'raman. Ha, uydaman. Kir. Do'stim, qalaysan? Muhammad Ali? Yaxshiman. O'zingchi yaxshi yuribsanmi? Ha, yuraman. O'zingchi? Ha, yaxshi. Boya qayerda eding? Ha, boya do'konga ketgandim narsa olishga. Do'stim, puling yo'qmi? 10 ming? 10 ming? So'mdami yoki ko'kdami? Yo'q, so'mda. Nega so'mda bo'lsa bor? Prosta aytdim-da. Sen qanaqa bilmayman. Baylim. Nima chaqirding meni? Nima desam bo'larkan? Ob-havo yaxshimi demoqchi edim-da, ob-havo. G'alati. Hazillashdim do'stim. Kim zo'r yordamchisiz o'ynaysanmi? Go, o'ynayman. Go'mi? Go. Men uyimda printerda rasm chizib kelaman, keyin sen ham rasm chizgan, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti, borur. Men o'zim chizishni boshladim o'shaman. Bo'pti. Do'stlar, endi do'stimlar yaxshi rasm chizishim kerak. Xo'p do'stlar, endi do'stimni yaxshi rasm chizishni ana. Xo'p, endi boshlaymiz. Xo'p do'stlar, azgagina qoldi. Do'stim qanaqa chizganiga o'ylayapman. Qanaqa chizibdi ekani. Orqasini pushti qilaylik. Ha, menga qatda pushti. O'rtasini. Voy, qarayman. Bundoq qilib.
o'chirgichni bunda qolib, ko'mutni yana ko'k bilan bo'yab, qo'raga o'tkazib, mana. Dadam do'stlar, qarang. Men endi mahoratim endi qo'raga o'tkazamizda, bunda sochida bu do'stlar, bu soqoli bu. Bo'yagani soqolida. Mana bo'ldi do'stlar. Zo'r chiqqan degan umiddaman. Endi buni men printerdan bo'ldi. Chiqaraman. Agar yaxshi chiqqan bo'lsa, iltimos kanalga obuna bo'ling, like bosing, obuna bo'ling. Endi kutib turamiz. Xo'p do'stlar, printer chiqaryapti. Chiqar bo'lar ekan u. Tezroq chiqarsa yaxshi bo'lar edi do'stlar. Mana chiqar bo'ladi deb o'ylayapman. Hop, chiqaryapti va mana oldingi rasmim qaranglar. Qaqaba kuchli qilib qo'yganman-da. Hop bo'ldi. Ketdik. Olib boramiz do'stim. Menga yoqdi. Hop, endi do'stimni ko'raylikchi. Kiru. Qaramiz endi do'stlar. Qaraysan do'stim. Yaxshiman, o'zingchi? Rasm chizayapmi? Ha, chizdim. Ham sanikimi? Ha, endi yaxshimasan, rassammasmi endi? Bo'ladi-da. Sen o'zingga ko'rsat. Bo'ldi, qara. Qalay. Ha, seniki ham meniki o'xshagan ekan-ku. Yana menga charkar qilasan. Lekin ikkalamizniki ham yaxshi chiqqan. Endi nima qilamiz? Bo'ldi, men endi videoni o'chiraman. Video o'tganmidi? Aytmaysanmi video o'tganini bilgandim. Bundan chiroyliroq chizardim. Mayli. Bo'pti. Yaxshi yotib turgan. O'zi kech bo'lib qolmoqda, qara. To'g'ri aytyapsan do'stim, o'sha kech bo'lish boshlayapti. Bu ikkala rasm mana shu yerda tursin-a? Da, tursin. Bo'pti senga. Bo'pti. Bo'ptimi, Havadali? Bo'pti. Hop, endi do'stlar. Hop do'stlar, ko'rdinglar, rasmni ham belgilashdik. Iltimos do'stlar, kanalga obuna, like bo'lib qo'yishinglar. Iltimos like ham bossanglar yaxshi bo'lardi. Yaqinda anchagina obunachi bo'laman do'stlar. 40 ta bo'lsa meni xursand bo'lardim. Agar 100 ta bo'lsa, vashchi xursand bo'lardim. Iltimos 40 taga ozgincha qoldi. Iltimos, davay faqat obuna bo'linglar. Obunadan boshqa anaqa chiqmasin do'stlar. Do'stlar, bo'lmasam hammaga xayr do'stlar. To'g'ri, bu video kam bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Endi amaylim, xayr. Do'rat. Meni kimligimni bilmaysan deysan. 5 kundan keyin o'g'irlikka tushib, uyda hamma pulini olaman. Allohsada to'g'rimi? Uyda pulim bor, ko'rasan benda. Beriyam pullarni o'g'irlayman. Qishloqdagi hamma odamlarni pulini o'g'irlayman deb bu shahardan qochib ketaman. Do'rat, nimaga men bilan do'st bo'lgansan? Mayli. Qishlog'imiz yaxshi. Anchagina yaxshi bo'lib qolgan qishloq emas. Mayli. Xo'p, nima qilsam ekan? Qishloq pulib buxorlagan. Nima to'xtayapti shu Do'ratni do'sti Muhammad Ali. Nima turla deb yotibdi, mayli, balki bosh farqi yo'q. Xo'p. Mayli. Okey, endi esa men turishim kerak kompyuterda. Nima bu? $5 million nima? Kompyuter? Bu kompyuterda sizni nimalar qilsa bo'lar kerak? O'ylari zo'r ekan. Mana shu kompyuterni olishim kerak. Mayli, qachon to'lab pul yig'lar?